O'rtacha 70% insonlar bu muammodan qiynalishadi. Xo'sh, yechim nima? Uyqu buzilishi va charchoq ko'p hollarda asab tizimiga bog'liq bo'lgan holatda uchraydi va albatta asab tizimiga bog'liq bo'lmagan uyqu buzilishlari va charchoqlar ham kuzatiladi. Asab tizimiga bog'liq bo'lgan uyqu buzilishi asosan organizmda melatonin gormoni va yoki serotonin gormonini ishlab chiqarish bilan muammo bo'lganda yuzaga keladigan bo'lsa, charchoq asosan organizmda dopamin gormoni yetishmasligi bilan bog'liq ravishda yuzaga keladi. Kuz fasliga kelib, bosh og'rig'i va miya ichi bosimining oshishining ko'payishiga sabab kuz faslida asosan virusli kasalliklar ko'payadi. Virusli kasalliklar fonida tomoq og'rishi, burun bitishi, tana haroratining oshishi kabi belgilar bilan birgalikda intoksikatsiya fonida miya ichi bosimi oshishiga va simptomatik bosh og'riqlariga sabab bo'lishi mumkin. Asab tizimining normal faoliyati uchun albatta barcha vitaminlar normada bo'lishi kerak, lekin biz asabni tinchlantirishda asosan foydalanadigan vitaminlarimiz bu B guruhi vitaminlari va magniy hisoblanadi. Asab tizimini tinchlantirishda ishlatiladigan mahsulotlar esa bularni sanab o'tishimiz mumkin. Sabzi, selder, romashkali choylar, yeryong'oq, bodom kabi yog'li mahsulotlar va shu bilan birgalikda oqsilga boy mahsulotlarni kiritishimiz mumkin. Sizni yana qanday savollar qiziqtiradi? Izohlarda yozib qoldiring.